Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaluddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlı kitabıda bugün yanında Abbasilerin 16. sultanı hakkında toxtalyapmiz. Bu padişahını maqtab en vaqtdagi adiblardan İbn Rumi mundaq degan: "Ey Abbasilar oğulları, sizlarga muborak bo'lsin. Sizlarning bu imominglar, xalifanglar nayati hidoyat topgan kuchlik Şeyh Mert Ahmet'tir" dedi. İsmi Ahmet dendi. Sizlarning podshohliginglar Abul Abbas bilan tiklanganga o'xshash, ma Abul Abbas bilan yangilyapti, isloh qilinyapti, kuchayyapti dedi. Bu Abul Abbas burunqi Sabbah demakchi. Ishkilasizniki kunyasi Abul Abbas ekanda. Bu imom, bu yerda imom ma'nosi podshoh, xalifa nomida. Bu podshoh tunigindan beri, ya'ni burundan tartib demakchi. Onunğa qarta çaresiz adam bir telpinayotganda xizmat qiladi buningki atrofdagi odamlar. Kelgusi odamlar buningga ishtiyoq bog'laydigan bir podshoh. İbnül Mu'taz ham bu vaqtda mundaq degan: Bani Hashim jamoatining podshohligiga qarab boqinglar. Nayt ajizlab ketgandiki yana bir aziz qudrat tepiyotdi. Padişahlıkını izlesen açta bu. Padişah bo'lsa shunda bo'lsin, bo'lmasa yo'q olsun deb shundaq degan. Bu Bani Hashim degani shu Abbasilar demakchi. Bu adam xalifa bo'lgan yilning o'zida turli mushtaq qog'oz mashg'uloti bilan shug'ullangan. Ayni vaqtida hozirgidek masalan bosma matbuotlari yo'q. Qog'ozga ko'chirib işte xattatlik qildigan odamlar bor. Kitob ko'chirib sotadigan. Şu adamlarni şu felsefe ve felsefege alakadar kitaplarını ilim setim qilishdan cheklagan bu adam. Hatta şu meddali var. Onundan başka pal açıdığanlar var. Bularni yol boylarında o'ltirishdan cheklagan. Bunun qarag'a vaqtda aytdi qile taqvo sunnatga qiroq o'tgan xalifada qiladi. O'zi Qurban hayit namozini kishilarga o'qib bergan dedi. Birinci rekette 6 tekbir, ikinci rekette 1 tekbir o'qigan. Bu adamning xutba o'qiganligini bilmaymiz dedi. Yani belki xutba o'qimagan bo'lishi mumkin va yoki anglanmagan bo'lishi mumkin. Bu yerda o'qimaganligi bekrak ta'kidlandi. 280-yil bo'lgan vaqtida Mahdi Qayrovonga kirdi. Mahdining tashviqotchisi. Qayrovon hozir Marokashda, bu Yamandan avatgan bu Shia Rafizi Alevilar bular. Bunun ishi shu yerda keng tarab bu Mahdi bilan shu Afrikaninki podshosi orasida urush yuz berdi. Afrika hozirgi Tunisni deydi va maktabda Afrika deb chiqsa hozir Tunis Mag'ribni Jazoirni ko'rsatdi. Bunun ishi kundan kuniga yo'g'nab ketdi. 280 yıl bo'lgan vaqtida Dabildan xat keldi. Dabil Şam'niki zeminlerden bir zemin. Belki hozir Suriyaga yaqin yerli bo'lishi kerak. Shavvol oyida oy tutilibdi. Butun jahon qorong'i bo'libdi-da asrgacha. Qor shamol chiqib kechining 3dan 1gacha davom etib, undan keyin qattiq yer davrashda shahar ahli butun yo'qolib ketibdi. Shu öğrilgen tam uylarning ostidan chiqarilgan adamning soni 150 ming. Shundan qarag'a vaqtida night nopos ko'p odamlar bo'lsa kerak shu vaqtda. Hijriya 281-yil bo'lgan vaqtida Rim shaharlarining bir qismi bo'lgan Malluriya shahri fath qilindi. Bu belki hozir Turkiya doirasiga yali bo'lishi mumkin. 281-yilning o'zida Tehran, Rey, Tabariston'daki sular qurib ketib, su 3 retil su 1 dirhamga. 3 retil degan yani 3 kiloga yaqin su 1 dirhamga sotildi. Yani 1 dirhamga vaqt deganda yo'g'on kol qo'y verdigan pul bu. Xalqlarni haloyiq qahatchilik qoplab ketib, toplarni yeyishga boshlab ketdi. Yani 281-yil bo'lgan mush vaqtning o'zida Mu'tazid billah bu xalifa Mekke'deki Darın Nedvini çıkıp bunu Haram Mescidinin yeni bir mescidge aylandırıp etti dedi.
Hazır Haram mescidinin içine ketilip gitti. Bu Darun Nedve degan ne degan vaqtida Peygamberimizniki oti bovlardan Qusay ibn Kilab degan adam qurib, mush Mekkada parlament tuzum bo'yicha yig'in ochadigan bir o'rin. Bu Qurayshlar, Arablar har qanday masalani hal qilmoqchi bo'lsa, bu Darun Nedve keladi. Bu yer keldiganlarningki o'lchimi bor, aqli bor, yosh ma'lum doiraga yetgan masalan. Oqsoqollar, shu Qurayshning oqsoqollari yig'ilib, Qurayshning ishlarini bir taraf qildigan bir parlament o'ylisi bu. Keyingi mezgilda bu mas'ullar qo'yib buning egisi bir qapoq aroq setib etgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallam bu da'vatni boshlagan vaqtida mush o'rinlardan, mushaldan boshlab elib bo'lgan. 282-yili bo'lgan vaqtida Mu'tazid billah Nevruz faoliyatida yuz berdigan ishlarning hammani amaldan qoldirdi. Noro'z o'tkazish shu vaqtdan tortib bor. Farslar buni yo'qotmagan. Masalan, o't qalash, haq suv ichish. Onun boshqa majusiylarningki an'anaviy qoida usullarining hammani yo'qotgan. Demak, bu kitobda Noro'zni farslarning, majusiylarning odati degan qarashni yoqlamoqchi. Bu Noro'zni qapoq ko'ydiradigan, o't qolaydigan vatanlardan batı burun. Biz ko'rib bakmagan, lekin biz cho'ngdodlarimiz, onlarimizniki deyishcha yo'g'on qapoq terakliga burun juvozdan yog' oladigan to'ngli ekanda, o yog' elib, o uzun yil ishlatadigan qapoqlarda. O tug'andan keyin uni yog'li choplashib, semirib, bo'ladikanda shuni yo'g'on qapoq terakka, suvadan terakka chigib, shuni qolaydigan gap. Buni uzun ko'ydigan. Shu Noro'z kechalari shu faoliyatlarni o'tkazgan. 282-yili bo'lgan vaqtida Ahmad ibn To'lonning nevrasi Xumarvayning qizi Qatrun Nada ayolning ismi. Bu ayolni to'y qilib Misrdan avatdi. Mu'tazid billah Rabiul Avvalda buning bilan birga bo'ldi. Bu ayolning to'yligiga 4000 teki oltin zibizinnat 10 sanduq shu qimmatbaholik javharlar, oltin, kumushlar sovg'a qilingan. Buni dadasi Xumarvay nurg'un qichirga ilib, butun Misrning boyligini degandek ilib, qizning to'yligiga avatgan. Bu yerdagi tikka kelmasa bunday hamyon shakldagi bunday belvoqlar. Shu oltinlarni, pullarni yanchi selib belga bog'laydigan shu vaqtdagi hamyonning biri. Hijriya 283-yil bo'lgan vaqtida jutlar xat yozib Zavil Arham, ya'ni urug' tuqqanlarni, ona taraf urug' tuqqanlarni miros berish haqida xat yozdi. Dada taraf tuqqanlar bor ahvollarida ana taraf tuqqanlar asosan ko'pincha miros ololmaydi. Yani shundaqlar bu bir qism mazhablarda bularga masalan ona taraf tuqqanlar faqat bo'lmagan ahvol ostidami bularga miros berishni bir qism ulamolar durust deb qarmagan. Davlat molga baytul mol qaytardi. Lekin bu odam bir qism ulamolarning nazarini, ko'z qarashini qabul qilib, bularga mirosni bo'lib berish kerak degan. Miras divonni bekor qilgan deydi. Demak, shu miros ololmaydigan odamningki miroslarini o'lib ketgan bo'lsa, miros oluvchisi bo'lmagan bo'lsa, masalan, taraf qoldiradi. Buni darhol davlatningki shu divonga qaytib o'tadi moliyaga. Bu odam yo'q, ana taraf qoldirib beringlar degan. Shuni bilan Mu'tazid billahga nurg'un duolar qilinib ketdi. Bu vaqtida urushlar ko'p, jihatlar ko'p, o'lim yetimlar ayt ko'p bo'ladi. Hatto butun oila bo'yicha qirilib ketgan, jamiyat bo'yicha qirilib ketgan avvallar mavjud vaqtida. 284-yil bo'lgan vaqtida Misrda yo'g'on bir qizil bir tabiiy ofat yuz berdi-da, bir avval yuz berdi. Bir qizillik. Mesela bir odam
bir adamdan yüzü qarsak, qızıl göründü. Hadi. Tamam şundaq. Bütün xalayıq Allah'a iltica qılıb yığıldı dedi. Bu esirdən tat kiçik boğa avval bu. Qarsıla mən minəs qızıl görünüb atqan. Bütün Xudoga iltica qılıb yığıldı. İbn Jarir Tabari bo'lish kerak, buyuk tarixchi. 284-yil bo'lgan shu vaqtning o'zida Mu'tazid billah munbarda turib Muaviyani la'natlashga temisheldi. Endi Abbasiylar bilan Umayylar orasida bir oz siyosiy surkilish bo'lgan. Biroq Vazir Ubaydullah avam xalq tavrab ketdi deb buni ensiratgandan keyin buna diqqat qilmay yarliq tushgan. Bu yerda Ali radhiyallohu anhuning nurg'un afzallik taraflarini bayon qilgan bu xatda. Muaviyaniki nuqsonlarini bayon qilib o'tgan. Qazi Yusuf shu vaqtida Amirul Mu'minin podshoh oliylari biz buni anglagan vaqtida bitta fasod bo'lib qolishdan ansirayman. Agar avam qo'zg'alib ketib qolsa, hamda men qilichni qilish bilan urma bo'yinni kesmayman unda adamniki debdi-da bu gap degan. Shuning bilan bu adam qozi debdi. Undaqda tarafda Alaviylar bor. Yani Ali ibn Abu Talibniki balları cemaatida. Bularni qanday qilasiz? Bular sizga qarshi chiqib qanday qilasiz? Demek xalqlar bu Ali Beytning, yani Resulullah'ning bu oila tavobi to'g'riliq bu fazilatlarni, bu yorliq fazilatlarni anglasa, bular qarshi chiqsa, ular mayil bo'lib ketmamdi bu xalq. Degandiki Mu'tazid billah darhal ya bu yorliqdan bu nishonidan yongan deydi. 285-yil bo'lgan vaqtida Basrada bir siriq shamol chiqib, hammani ondan yeşil bo'lib, ondan qor bo'lib, qorga aylanib, butun shaharlarga tarab bu shamol. Bu shamol chiqqandan keyin mo'ldir tushgan. Mo'ldirning ig'irligi 150 dirham. Dirham ig'irligida demakchi. Bu shamol deydi, kuchligidan 600 qomni tigidan qo'mirib o'tgan. Bir yezg'a kanitga qora mushta tashlayotgan. 600 qomni elib qo'mirib o'tgan qargan vaqtida qattiq kuchli shamol bu. Qomni shamol lingishtanmaydi odatda, qattiq. 286-yili bo'lgan vaqtda hijriya. Bahraynda Abu Sa'id al-Qarmati, Bahrayn hozirgi Saudiya Arabistonidagi sharqiyadagi Qatib degan o'rin, Ihsa masalan, bu yer shialar o'ltiraqlashgan. Ondan hozir Bahrayn davlati deymiz, mush o'rinlar. Bu Abu Sa'id al-Qarmati maydonga kelib, buningki shavkiti so'liti eshiq boshladi. Bu karamete deydigan bir davlat qurilgan shu yerda. Shularning shu vaqtdagi bosh podshosi, emir bo'ladi. Abu Tahir Sulaymon mana bu kelib, bu karametlining bir qo'mondoni. Hajrul Aswadni qo'mrab ketgan bu. Xalifaning askarlar buning orasida nurg'on qatim urush qilgan bo'lsa-mu, bu Basra va Basraning atrofiga hujum qilib, xalifaning qo'shinini necha qatim mag'lub qilgan. Acayip xarabiylik yuz bergan. Mekkada 20 ming odam o'tganligi qayd qilindi tarixda. 287-yil bo'lgan vaqtida bu Tay qabilasiniki odamlari Iroqdan keldigan karvonga qarshi chiqib, bularni bulmoqchi bo'ldi-da. Bu karvonniki amiri Abul Ag'ar bir kunduz urush qilib Tay qabilasi bilan oxiri bu g'olib keldi. Bu yerdagi shu arablarning amiri Salih o'ldirilgan. Bu arablarning amiri deyishda shu vaqtdagi hamda Iroq bilan Jazira oraliqidagi o'tangning shu boshliq bo'ladi bu. Arab yarim oraliqida. Demak bu badaviylarning shu vaqtdagi bir amiri. Bular shu karvondan pul olamiz deydi.
pul bermese çanaydı, öldürüp bulap yeydi. Tatıqı yakın kadar şu Saudi padişahlık devlet kuruluştan burun, kurulgan kadar nurgun şu hacılarını bulap yeydi bu etkiler. Araplar. Bunun o adamı da nurgun adamını esir aldı. Hacılar dedi. Esirlerini ilip neyizin üstüge ülgelerini ki başlarını tizip harem içiydi. Kabe'ye. 288 yılı boğa vaxtıda emde Ebu Abdullah Şii Mağrib'de Marrakeş'te resmi devletini kurup Kenana kabilesini İmamül Mehdi'ge beyat kılışık çakırdı. Hemmis makul bulaştı dedi. Mana bu keyinki Mısır padişahlarının, ubeydilerinin deslap katım devlet kuran haleti mezgili muşudur. 289 yıl boğa vaxtıda Şam'da İbn-i Zekravi Karmeti. Bu mu şu Bahreyn'e kurulgan Karameti devletininki bir başlıklarından bir, emirlerinden bir kısmı. Bu meydankili bu Demişk'ın ilişkini közledi emdi. Demişk'ın şu vaxtdaki valisi Emir Toğaç net çıkıtım uruş kılıp ahırı Karmetini öldürdü. 289 yıl boğa vaxtıda bu Tey kabilesi ve onların emiri Salih ibn Mıdrik degan bu kişiler bu kim o degan vaxtida bayatın qayzinki emirleri ki bunu hem de koyup bergen bo'lishi mumkin. Bular yani Irak tarafdan keldigan cho'ng karvonni bo'ladi. U vaqtida bu Irak karvoni degan gap nihoyatda bak cho'ng gap. Nemishqa degan vaqtida hozirgi butun Afg'oniston, Mavara an-Nahr, Turkiston, Anadolu, Sham mushtarafning butun hojilari İran mesela. Bular Irak yig'ildi. Aynı vaqtdagi yo'l shu. Irak kelib, Irak yig'ilib bular. Hem de hec karvoni de padişah bunun alayda bunun şu lentkisi ekende hozirgi mezgilda şu. Bunun emir saylab billa mağdu 50 ming, 100 ming, 20-30 ming hoji bir mağdu. Bunu qo'g'dab mağdigan necha ming askar bo'ladi. Mana mush hojini şu mush badavilar şu vaqtida bulaydigan gap. Şu ishlarni demoqchi endi. Hatta hacılarning şu vaqtida 1 milyon misqallik oltinni bulab ketdi deydi. Bu Tey kabilesi kim o desek, hozirgi Şemmer deydigan kabileler var. Mesela Muhaysin kabileleri var. Mesela hozir Muhaysin kabileleri şu Tey kabilesi bo'ladi. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.